Surxondaryoda voyaga yetmagan qiz turmushga berildi. Biz bu haqda ko'rsatuvimizning avvalgi sonlarida xabar bergan edik. Holat bo'yicha mas'ullar yangi tafsilotlarni ochiqladi. Ma'lum bo'lishicha, voyaga yetmagan qiz bilan oila qurgan yigitga hamda ularga shar'iy nikoh o'qigan erkakka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Aniqlanishicha, 8-iyul kuni Denov tumanida yashovchi 1958-yilda tug'ilgan ayol voyaga yetmagan nabirasi, ya'ni 2009-yil tug'ilgan qizni mazkur tumanda yashovchi 1997-yilda tug'ilgan yigitga turmushga berish marosimini tashkil qilgan. Nabira qiz voyaga yetmaganligi sababli yigit bilan nikoh qonunda ko'rsatilgan tartibda qayd etilmagan bo'lsa-da, 1950-yil tug'ilgan erkak moddiy manfaat evaziga ularga shar'iy nikoh marosimini o'tkazgan. Shu 9-sinfda o'qiydigan qizimni, 15 yoshli qizimni turmushga berib turibdi. Qanday vijdonan turmushga berishdi-da. Bulardan men to'yidan bexabar qoldim. To'yini bo'lganligini bilgan bo'lganimda bular bilan urush tepadan qilib bo'lsa ham, boshqa qilib bo'lsa ham to'xtatgan bo'lar edi qizimni to'yini. Hozirda mazkur holat yuzasidan yoshlarga shar'iy nikoh o'qigan hamda voyaga yetmagan qiz bilan oila qurgan yigitga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari Denov tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan olib borilmoqda. Bu haqda bolalar ombudsmani o'zining rasmiy Telegram kanalida ma'lum qildi. Hurmatli ota-onalar, qo'shtirnoq ichidagi orzu-havaslarga berilib, voyaga yetmagan farzandlaringizni oila qurishga majburlamang. Hamma narsaning vaqt soati bor degan jumla xalqimizda bejiz aytilmagan.